Maksat bir bo'lmasa, jam bo'lmaganmiz. Jam bo'lsak boshimiz ham bo'lmaganmiz. Vatan bir, qo'ya bir, do'stimiz birodar, dunyoda hech kimdan kam bo'lmaganmiz. Rus tilini madaniyat markazi orqali qandaydir bir o'qitish, на общественной основе deydi-da, bir rus tili to'garaklari shunaqa narsalar ham bormi? Jun O'zbekistonga hech qachon qiziq emas unda. Вот самое главное bu-da. Hech kim mishat qilmasin. O'qiyman degan yoshlarga umuman qandaydir yordam ham bera olasizlarmi sizlar? Faqat haligidan tashqari yo'naltirish degan. Вот ruslarda, qozoqlarda, hammasi millat bo'yicha kim hozir yashaydi O'zbekistonda. Assalomu alaykum, O'zbekchilik podkastining hurmatli muxlislari, sizlar bilan ko'rishib turganimizdan juda xursandman. Bugun studiyamizda yangi mehmon, O'zbekistonda Rus madaniyat markazi raisi Sergey Aleksandrovich Mironov tashrif buyurganlar. Bugungi suhbatimiz asosiy mavzusi yurtimizdagi millatlararo totuvlik va boshqa mavzularga boshlanadi. Xush kelibsiz Sergey aka. Rahmat. Sergey aka, mana O'zbekistonda yashasiz, Milliy madaniyat markazi raisisiz. O'zbekistondagi eng katta millatlardan biri mana rus tili, rusiy zabonlar bor bizda. Mana shu haqida gapirib bering. Qachondan haligi yo'lga qo'yilgan, qancha bo'limlari bor, nima ishlar qiladi? O'zimiz markaz bugun respublikada eng katta. Nima uchun hozir если hozir O'zbekistonda 150 tadan milliy markazlar bor, 23 ta bu rus markazli. Bu siz umumiy sonini aytyapsiz, 23 ta deb. Bu demak, har bir viloyatni olganda yana shaharlarda ham bor-da. Bizda hammasi viloyatda, Toshkent viloyat, hammasi viloyatda bor markaz. Toshkentda katta shaharda тоже ochilgan. Bekobod, Olmaliq, Cherchik, Chinaz, Yangiyo'l, shunaqada. Shu bilan jami bo'lib, hozir 23 ta biz bilan respublika bilan. O'sha viloyatlardagi bo'limlari, viloyat, shahar, tumanlardagi bo'limlari bilan aytamiz, juda katta ekanda bu. Juda katta. Chunki meni bilishimcha madaniy markazlar ko'p. Masalan, Koreys madaniy markazi bor, Tojik madaniy markazi bor. O'zingiz aytdingiz, 130 dan ortiq elatlar xalqi yashaydi. Juda katta haligi diasporalari o'sha madaniy markaziga o'zi rus tilini, rus madaniy markazini asosiy vazifalari nimalardan iborat bo'lyapti? Endi asosiy faqat не только русский markaz bo'yicha, hammasi markaz bu bitta eng katta bizda maqsad, go'yo это межнациональное согласие. Hammasi bu O'zbekiston yerda на земле благодатной узбекской земле мир, дружба, межнациональное согласие bo'lishi kerak. Biz unga hammasi narsa qilyapmiz. Nima uchun? Asosiy mir bo'lsa, tinchlik bo'lsa, hammasi narsa bo'ladi. Bu faqat meniki so'zlar emas, bu so'zlar o'zimiz prezidentni. To'g'ri. Tinchlik Xudoga shukr, mana mustaqil bo'lganimizga 34 yil bo'lgan bo'lsa, demak madaniy markazni tashkil etilganiga 34 yil bo'ldimi bu ham mustaqillik bilan birga qilinganmi? Yo'q, bizda 24-yilda biz 30 yil yubiley qildik. Demak 31 yil. Bu yilda 31 yil. Nima tak biz 1994-yilda tashkil etilgan qildik. Bu nodavlat, notijorat. Yo'q, bu NNO deyaptilar, nodavlat, notijorat tashkiloti hisoblanadi. Qanaqa tadbirlar o'tkazasizlar masalan? Men bilishimcha, o'zimni kuzatuvim bo'yicha masalan shu har xil madaniy markaz, o'zim Samarqandda yashaganimda bu yerda ham juda madaniy markazlar ko'p, turli tillarni. Shu bayramlarda chiqishlar bo'ladi, to'g'rimi? O'qish, yoshlar uchun ham biror narsa qilinyaptimi? Biz Rus markaz u подразделение, bizda подразделение bor-ku, hammasi bir yilda где-то 500 dan ko'proq ortiq tadbirlar o'tkazamiz. Har xil tadbirlar, festival, konsert, davra suhbat, uchrashuv, yo'q boshqalar. Самое главное, bitta narsa aytish kerak bu ichida. Bu faqat rus markaz emas, bu hammasi to'plab boshqa millat bilan juda zo'r tadbir bo'lyapti-da. Вот. И чисто nima aytay, такой дружеский bukет цветов hammasi millatdan. Siz internetda qilgan chiqishlaringizni, boshqa nashrlarga bergan chiqishlaringizni o'rganib chiqdim. Shu
O'zbekistonning umumiy uyimiz degansiz. Birinchi marta shu tuyg'uni qachon his qilgansiz? Shu umumiy O'zbekiston uyimiz degan tuyg'uni. Sizni gapingiz ham bor ekan-da, O'zbekistonimizda umumiymiz. Qachon shu nimaga kelgansiz, to'xtamga kelgansiz? O'zingiz O'zbekistonda tug'ilib katta bo'lgansiz, to'g'ri? Men birinchi tug'ilgan Rossiyada tug'ilganman. Sverdlovskda. Kichkina bo'lib Kelgansiz. ota-onangiz bilan. ota-onam bilan kelganda men o şeyda почти где-то necha yil 60 yildan ko'proq yashayman. Ko'proq Namanganda ishladim men. Namangan viloyatida. Bu O'zbekistonda закончил 2 учебных заведения высших. Bitta Namangan пединститут, ikkinchi Tashkent tekstilniy institut. Ikkita spesialность bor. Asosiy. Keyin juda ko'p ishladim. Молодежный tashkilotda ishladim. Biznesda ishladim. Asos kasbingiz nima o'zi? Asos. Endi nima aytay? Pedagogmisiz, masalan? Yo'q, men pedagogikada ishlamadim. Yo'q, ishladim men. Maktabda ishladim, institutda ishladim 2 yil damla bo'lib. Maktabda где-то 1 yil ishladim, ko'p emas. Keyin yosh tashkilotda yoshlar tashkilotga o'tdim, komsomol deb eski paytda obkom komsomol sekretari edim Namangan viloyatida. Keyin biznes bilan shug'ullandim. Invest fond ochdim, boshqa narsa qildim. Keyin Namanganda birinchi marta milliy bo'yicha rais bo'ldim. Namangan Rus markaz rais viloyatda edim. Ondan boshladim-da. Nima uchun bolalar keldi, o'zimiz соотечественник deyapmiz, vatandoshlar. Bir bizga yordam beringlar, endi biz O'zbekistonda bir tashkilot yashiramiz, Rus markazni. Где-то 3-4 yil Namanganda rais bo'lib ishladim. Keyin Toshkentga chaqirdilar. Baynalmilal shunaqa tashkilot bor edi. Afg'onistonda jangchilar. Yo'q. Baynalmilal bu boshqa tashkilot, bu faqat hozir qo'mita bor bizda. Bu asosiy tashkilotdan qaydan chiqdi? Bu Baynalmilaldan chiqdi bu. Hozir bor qo'mita bizda. U правопреемник uni. Bir zam direktor bo'lib ishladim. Eski paytda direktor bor edi, Muhammadiyev, o'zi shoir. Undan keyin qo'mita qildik. Pensiyaga chiqib, keyin Rus markazga saylab bolalar chaqirdilar, shu bilan rais bo'ldim. Tushunarli. Bu saylov bilan bo'lar ekan. Bizda faqat majlis delegatlar keladi, delegat keladi, отчетный выборный konferensiya qilib, hisobot saylov konferensiyasi. Shundan keyin rais bo'ldim. Futbol federatsiyamiz ham shunaqa saylanadi-da. Hammasi haligi nima deydi? Nodavlat общественный tashkilotlar. Boya bir chiroyli gap aytdingiz. Shu yurtimizdagi tinchlikni tarannum qilish kerak. Tinchlik asosiy vazifamiz shu madaniy tadbirlar deb. O'zbekistondagi mana shu Xudoga shukr bir katta bir ko'p millatlar yashasa-chi, bunda etnik mojarolar deymiz, etnik konfliktlar chiqqani yo'q, Xudoga shukr. Tinch totuv yashayapmiz. Sizni ko'zingiz bilan qaraganda, sizni o'zingizda mana shu qanday namoyon bo'lyapti? Mana millatlararo haligi Biz nima hozir пользуясь случаем deyapmiz. Men juda xursand bo'ldim и хотел поблагодарить нашего президента, руководство нашей страны за то, что biz juda ko'p narsa qildilar bizga. Shu uchun bizda hozir urush, boshqa narsa hech nima yo'q. Faqat nima aytay, tinch. Biz juda katta rahmat deyapmiz. O'zimiz prezidentga, man rus tilida aytaman bu narsani. Где бы ни выступал президент, то, что сегодня hozir o'zimiz O'zbekistonda qurilish, boshqa narsa, это плод нашего многонационального народа. И мы рады, что мы представители разных национальностей, xalq, millat vakillari, мы в этом деле участвовали, помогаем и делаем процветание нашего Узбекистана. Bu juda katta gap. Bir hafta bo'ldi, men Kirgiziyaga bordim.
konferensiya vatandoshlar o'zimiz rossiyskiy статичный konferensiya edi Bishkekda. Men so'zga chiqdim. Hammasi hayron bo'ldilar. O'zimizga Belorussiyadan, Moldaviyadan, Ozarbayjondan, ближний зарубежье bor-ku, hammasi qanaqa ishlar O'zbekistonda bo'lyapti hozir. Вот. Ularda nima aytay, их суд dedim, вот, или там кого-то арестовали, кого-то что-то. А когда я показал видеофильм, o'zim videofilm olib keldim, ular hayron bo'ldi. Shunaqa bo'lish mumkinmi, yo'qmi O'zbekistonda? Вот. Juda xursand bo'ldik. Hammasi aytyaptilar, qachon chaqirasiz bizni O'zbekistonga bir namuna qilib ko'ramizda, nima bo'lyapti hozir O'zbekistonda. Demak, O'zbekistonda ham haligi shunaqa namuna sifatida rejalaringiz bor o'sha xorijiy, mana bu yaqin xorijdagi davlatlarda o'sha sobiq podsovet davlatlari deymizku endi o'sha. No, yaxshi bo'lardi bu. Bizni ham chaqiring agar shunaqa tadbir qiladigan bo'lsangiz, albatta boramiz. Lekin biz 25 iyul yubiley bor edi bizda. Yubiley hozir aytaman 19-yilda. Вот. Biz qildik, programma boshqa narsa qildik, kabinet ministriga olib chiqdik uni. Shavkat Miromonovich ham ko'rdi uni. Aytdilar bizga, bu programma siz 2 kun qildingiz. 2 kun emas, bir hafta. Hozir hammasi bolalarga, hammasi mehmonga, hammasi o'zini borib, faqat Toshkentda emas, boshqa viloyatga borib, olib ketasiz. Ular kursunda. Biz shunaqa qildik. Juda xursand bo'ldik. Bir hafta bo'ldimi o'shanda? Ну, почти, да. Hammasi viloyatga. No, Samarqand, Navoiy, Farg'ona vodiyga bolalar o'tdi. Da. Juda zo'r bo'ldi, hozir ishlayaptilar ular. Yana shunday bir savol bor, Sergey aka. O'zbekistondagi Rus madaniyati markazi, sizni o'zingiz gapingiz bu. Men intervyularda oldim. Rus madaniyati markazi faqat ruslar uchun emas degan gapingiz bor ekan. Faqat ruslar uchun boshqa millat vakillari, rusiy zabonlar deymiz, rus tilida gapiruvchi aholimiz bor. O'shalar ham sizlarga qatnab bir haligi tadbirlaringizda ishtirok etadi. Umuman shu madaniyat markazini, respublika madaniyat markazini o'zbek qilib turgan, kavычках deymiz, o'zbek qilib turgan narsa nima? Bir o'zbekona qilib turgan narsa. O'zi qisman javob berib bo'ldingiz bunga. Hozir Bishkekda borib, haligi ko'rsatib berdik deb. Ben nima aytay? Bizda ustav bo'yicha kim xohlasa, kimga yo'qsa madaniyat o'zimiz, rus madaniyat, rus tili boshqa narsa endi mumkin kirish, o'zimiz markazga kirish mumkin. Da problema yo'q unga. Hozir bizda официальный ishlaydilar где-то 200 mingdan ko'proq. Hozir ruslar o'zi Toshkentda emas, O'zbekistonda где-то почти около где-то 800 ming odam yashaydi, faqat ruslar. Вот. Русскоговорящийлер undan bilasiz juda ko'p. Вот. Bizda hozir nasional sostav qursa o'zimiz markazni juda ko'p. Biz 30 emas, lekin где-то 80 dan ko'proq bo'lish mumkin. Nima uchun? Endi Krim tatar bor, bashkirlar bor, koreyslar bor, tatar, har xil millat. Grek, nemislar bor. U ham bor, da, lekin ularda o'zimiz markaz bor. O'zini markaz bor. Вот. A viloyatda nima uchun ko'pchilik u viloyatdan bizga kiradi. Ularda Grekdan boshqa viloyatdan yo'q shunaqa markazlar. Shu uchun ular sal bizga kirib o'zimiz tadbir совместно o'tkazyapmiz ulardan. Madaniyat kunlari o'tkaziladi, akajon. Foto ko'rgazmalar, ansambl madaniy chiqishlar bo'ladi-da, to'g'rimi? Asosiy tadbirlar shulardan iboratman. O'zim guvoh bo'lganim. Ularni ortida qanday mehnat yotibdi, qanday tayyorgarlik ko'radi, qanday yig'asiz ularni? Bizda katta rahmat yana aytyapman, o'zimiz rahbarlarga, tepaga moliyalashtirish degan masala bor, baribir o'shalarga. Bizda o'zimiz bino bor, o'zimiz bino. Zali bor, aktov zal, konsertniy zal, xonalar, sportivniy plashatkalar, ko'p narsa bor. Bu narsa ko'pchilikda yo'q bu. Faqat bizda bor-da. Shu uchun nima aytadi, bitta mixlo bor rus tilida, mixlo emas, грех не воспользоваться этим. То есть biz uni
стараемся bir narsa Foydalanishga, да. И shu bilan bizda hozir ko'p ansambl bor. Хор, ветеран, поющие сердца, Калинушка. Har oyda mana aytyapman yil bo'yicha где-то 500 dan tuman rayon bilan shahar bilan biz где-то 500 dan ko'proq tadbirlar o'tkazyapmiz. Вот shu uchun допустим bu sentyabrda yana где-то 3-4 qatam мероприятие bor, tadbir bor. Xohlasa taklif qilyapmiz, kelinglar, ko'ringlar. Yaqinda mana o'qituvchilar kuni bo'ladi. O'shanga qancha tadbirlar mo'ljallagasizlar masalan? Borsak. Hozir bizda ikkita uchta tadbir bor bu masala bo'yicha. Birinchidan men o'zim nima aytay, nastavnik, bu o'zimizga bayramda birinchidan nima uchun rahmat Shavkat Miromonovga shunaqa zvaniya berdilar bizga. Sergey aka O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyi unvoni sohibi. Shu uchun yana bir haligisini aytib qo'yishim kerak. Mana Toshkent shahar kengashi, xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi deputati ham, deputatligingizga sal keyinroq to'xtalamiz. Davom etavering. Вот. Shu uchun bizda 3-4 tadbir bor bu masala. Hammasi viloyatda tadbir o'zi bor, o'zi tadbiri. O'zlaricha. Da, ko'pchilik hozir bizning raislar markazda. Tasdiqlab bermaysiz, o'zlaricha qilaveradi. Yo'q, da. Katta rahmat, hokimiyatlar yordam beribdi hammasiga. Nima uchun? Ko'pchilik bizning raislar o'zi maktabda ishlaydi, maktabda yo institutda. Shu uchun ular albatta bir narsa qilish kerak. Albatta qiladi ular. Nima uchun bu uning bayram. O'zining ham bayram. Da o'zining bayram. Shu uchun juda katta tadbir bor. O'zi menda hozir 3 ta zam bor. Bitta zam bu veteran afganskих событий, boshqa narsa. U hozir bizda o'zimiz члены правления o'zisilar где-то nechta 3-4 veteranlar bor. Ну, такой награда bilan. Ular тоже как viloyatga chiqib, hozir Jizzax boshqa juda katta tadbir o'tkazadi hozir. Biz o'zimiz zalda konsert qilamiz bayram bo'yicha. Planlar bor, yaxshi narsa. Где-то 27-29 sentyabrda uni o'tkazamiz, xudo qilsa. Siz intervyulardan birida mustaqillik hammaga tegishli qadriyat deb aytgansizda, hammamizniki, hammaga teng imkoniyat beradi deb aytgansiz. Bu shaxsan hayotingizda qanday ko'rish mumkin? Masalan, mustaqillik millati, elati kelib chiqishdan qat'iy nazar hamma teng O'zbekistonda degan narsani. Siz o'zingizni hayotingizda qanday misollar keltira olasiz demoqchiman. Men shunday aytay, menga O'zbekiston juda ko'p narsa berdilar. Faqat men aytdim, hozir ikkita institutman o'qidim, ikkita institutda. Maktabda, institutda ishladim men. Boshqa masala bo'yicha Namanganda tadbirkor viloyat tadbirkor uyushmasini raisi edim men. Namanganda bu faqat nima aytay? Bilasku viloyatga bugun kstati prezident Namanganda tashrifda hozir. Juda ko'p menga O'zbekiston ko'p narsa berdilar. O'ylar bor, mashinalar bor, hamma narsa bor. O'zbekiston для многих стал родиной. Мы говорим, вот bitta tarix bor, ну, родина, да. А основная родина, вот, допустим, у меня тоже aytyapman hozir 60 yildan keyin ko'p yashayman sheyda. Для меня очень много Узбекистан. Это я даже не мыслю, наверное, говорят, столько не живут, сколько я здесь живу, да, потому что почти мне вот сейчас 71 год. Вот, поэтому и для моих родственников, для моих друзей очень много было сделано в Узбекистане. Многие сделали свою карьеру, многие сделали свое имя. Очень много здесь стали у нас и депутатами Оли Маджлиса, и других кенгашей вот, на местах, в областях, в городах. Хочу сказать, что это не каждый это может быть. Многие у нас есть представители
других национальностей, вот русские, корейцы, казахи, которые стали председателями махалинских комитетов, которые тоже оказывают и делают свое дело на местах, помогая. Вот. Очень спасибо, конечно, государство это все отмечает. Много представителей других национальностей награждены государственными наградами, правительственными наградами. Вот. Если мне сейчас память не изменяет, где-то 14 героев у нас Узбекистана. Это представители других национальностей. Bu juda katta gap bu. Qayda bu huzur shuni topasiz, qaysi davlatda, qaysi chetda. Вот. Shu uchun bu juda katta nima aytay. Juda chiroyli misol keltirdingiz, ha. Вот. Нечто хозяин депутатlar, до этого был созыв, и сейчас уже их-то o'zimizga raislar, их-то viloyatdan депутаты Oliy Majlisi, fakat markazlar, два председателя центра прошлого созыва были депутатами Oliy Majlisi. Это тоже большое дело. Demak, o'sha yerlik odamlar ham ishonch bildirgan ekanda, shu odamlarga yaxshi ishlab, xalq ovoz beradi-yu baribir saylovda. To'g'ri. Rossiya bilan aloqalar qanday bo'lyapti? Masalan, madaniy diplomatiya degan narsa bor. Shular haqida ham aniq bersa, masalan, o'zbek madaniyati kunlari bo'ladi, rus madaniyati kunlari bo'ladi, Rossiyadan kelinadi bu narsalar. Shu yerda ham sizlarni yordamlaringiz bo'ladimi? Birgalikda tashkil qilinadimi? Mana shu jarayon haqida gapirib bersangiz. Bu masala bo'yicha ko'p aytish mumkin. Nima uchun tadbirlar juda ko'p. Ulardan hammasi мероприятие bizga tashlaydi, вот shunaqa o'tkazamiz. Xavflikmi, boshqa, я имею в виду недели дружбы, неделя кино и так далее. То есть ko'p narsa bor. Вот. Мы, ko'pchilik narsa у нас Министерство культуры Республики Узбекистан, Министерство культуры Российской Федерации. Мы тоже подключаемся, проводим совместные мероприятия. Хочу вот последнее сказать. Вот мы буили, 80 лет, как закончилась Вторая мировая война. Вот, здесь у нас такой замечательный построили парк, монумент, парк Победы. Да, несколько дней назад она из Санкт-Петербурга келді, делегация во главе с губернатором Бегловым, вы знаете, Ленинградский монумент установит қылдылы, она, Узбекский парк, да. Вот, блокада, да. Потому что Узбекистан принял, я извиняюсь, 200 тысяч детей из Российской Федерации, других государств, и в том числе из блокадного Ленинграда. Да. И все помнят о том, что когда приехали эти дети, вот фильмлар был, башка нарса был, когда привезли их в вагонах на вокзалы сюда, биттем бала кетмады детский домга. Хамасы ойлап келеп, семьи пришли, забрали, и ни одного детского дома ребенка не отдали, потому что не было, все забрали. Хотя все семьи были, понимаете, juda ko'p narsa yo'q edi ularda. Но ham не хватало, ни хлеба не хватало. Тем не менее, olib, oilasiga qabul qilib, да. И самое главное, этому памятник у нас Шах Ахмедовичу Махмудову. Xalqlar do'stligi maydoni oldidagi yodgorlikda aytyapsiz. Да, поэтому был juda katta gap, и вот bu памятник, я говорю, который вот ham bo'ldimi, 10 kun bo'ldimi unga. Hozir вот ochdik, и это тоже здорово. Keling, yoshlar haqida ozgina gaplashaylik. Yosh avlod, masalan, siz bilan men baribir, men ham sir vaqtida tug'ilganman, yoshim 50 ga yaqinlashyapti, asosiy suyagim qotganda endi. Yoshsiz yana. Siz otam bilan teng ekansiz, darvoqe yoshingiz. Bugungi yoshlar, hozirgi yoshlar haqida, ular rus tili, madaniyatiga qiziqishi qanday namoyon bo'lyapti? Endi hozir yoshlar tabiiymi bu? Haqiqiy qizishmi? Tabiiy degani bu endi tushundingiz, ha? Естественныйmi demoqchiman. Ну, nima aytay, bu hozir yoshlar bo'yicha bitta men eslayapman, bitta narsani. Раньше тоже говорили, что из тебя получится, Боларга, да, ты хулиганишь туда-сюда, потом другие поколения тоже shunaqa aytdilar. И bugun тоже ana nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi. Но men nima aytay, наш o'zimiz молодежь bu
тем более O'zbekistonda juda достойно. Nima uchun? Сколько сейчас спортивных соревнований, сколько сейчас интеллектуальных олимпиад и так далее. Первые места занимают узбеклар, ruslar, boshqa millatlar. То есть знамя Узбекистана поднимают на самых высших уровнях. Конечно, juda нормально. Ko'p davlatda shunaqa yo'q. Хотя тоже harakat qilyapti ular. Потому что qanaqa yoshlar bugun bo'ladi, ertaga ular bizni zamina qiladi-da. Bu bizdan prezident bo'ladimi, ministr bo'ladimi, kim bo'ladi? Fakat bugun hozir самое главное o'qish kerak. И я еще хочу сказать, президент, avval kuni bugun Bostanlikka borib, сейчас выступал перед учителями, сказал, что сейчас надо поднимать все, молодежь поднимать, учителя поддерживать. Как мы их воспитаем, такое будет и дальше их развитие, и наше государство в целом, что собой будет представлять от того, как молодежь наша займет эти наши ключевые места вместо своих родителей, вместо того, кто заменит. Munosib o'rinbosar deyapti. Yoshlar ta'limi yili deb e'lon qilindimi kelgusi yil? Да. Shunaqa shu haqida ham maqsad. Образованного Поколение. Да, поколения. Да, поэтому это тоже очень здорово. Нема учен, потому что каждое государство, оно сейчас, особенно я хочу сказать, я тоже немножко наблюдаю за Китаем и так далее, за американцами, за этими, пытаются тоже ставку делать на молодежь. Потому что от молодежи в перспективе дальше будет все зависеть. Я помню, была Олимпиада по математике. Там, значит, победили эти американцы, по-моему, 4 ребенка их. Они все китайцы. Понимаете? То есть люди, государства, руководители грамотные, они уже знают, куда во что вкладывать. И наш президент это очень хорошо понимает, и спасибо ему, что он очень много в этом плане делает. Rus tilini madaniyat markazi orqali qandaydir bir o'qitish, na общественной основе deydi-da, bir rus tili to'garaklari shunaqa narsalar ham bormi? Masalan, bu berga masalan rus madaniy markazi bo'lgan bilan o'zbeklar, aytaylik, tojiklar yoki qozoqlar kelib yerda to'garakda yosh o'zini sverstniklari bilan rus tilida muloqot qilish uchun qanaqadir shunaqa narsalar ustida ham ishga boriladimi? Понимаете, об масala bo'yicha. Во-первых, в целом, если взять русский язык bo'yicha, hozir где-то республикада где-то 10 mingdan maktab ko'p, 10 mingdan ziyod maktab bor. Унфоис с изучением русского языка. Смешанный вариант, чистая русская школа, бубар. То есть, идет изучение. Хатарапмат, бывает хоза был наса. И сейчас я хочу сказать, что какой-то сейчас мы в школе тоже изучаем, как депутат я ездил, потом как мы ездим, многие школы очень идет хорошо образование на русском языке. И хочу сказать, что там многие классы, когда посмотришь, факат руслар копмаз, узбеклар ям укяптыля. Там много их тоже, которые отдали своих детей для того, чтобы изучали русский язык. Наш президент Шавкат Миромович сказал, что будущий руководитель должен знать билишкирак иктатил, энкам иктатил. Английском, русском, помимо титульного языка, помимо государственного языка, что очень көпчілік, семьи, родители, они и в русские школы дают. Endi men maktablarni misol keltirdingiz, men to'garak deganim bu shu madaniy markazlar qoshida shunaqa to'garaklar qilib tilni o'rgatishga xizmat qiladi-da, bu muloqot ma'nosida aytgandim. Я дополнение bitta narsa aytay yana. Ko'pchilik ancha til bilasiz, bo'y odam bilan bo'y bo'ladi odam. Hozir biz kurslar ochdik qo'mita o'zimiz. Ko'pchilik emas, nechta odam hozir u ham zapисать qilib. Men 100% bilmayman, harakat qilyapman, lekin 70dan keyin уже sal изучать o'zini og'ir. Lekin baribir o'ylayapman, что
sekin 100%. yana shunaqa gapingiz bor ekan, Sergey Aleksandrovich. Madaniyatni o'rgatish emas, uni ochiq qo'yish kerak, odam namuna sifatida degan gapda. Endi ochish kerak madaniyatni, kulturani. Yoshlarga madaniyatni singdirish, nidrat qilish, singdirish degan ma'noda o'rgatishni qanday qilib amalga oshirish mumkin deb o'ylaysiz? Masalan, rus xalqida ham buyuk madaniyati bor-da, baribir. Asarlar deysizmi, san'atda deysizmi, boshqadami? Man nima aytay, чтобы ребенок воспитанный был, да, им надо заниматься. Bir narsa qilish kerak. Вот. Чем-то, чтобы он изучал, чтобы он ходил в какие-то кружки, куда-то ходил, может быть, художественная самодеятельность. То есть, бекор, если пустое время останется, yaxshi bo'lmaydi, да. Обязательно ko'chada bir narsa bo'lish mumkin. Bizda hamma sharoit bor, lekin to'g'rimi shu narsa? Bizda hammasi narsa bor. Hozir спортивный площадкалар, такие красивые дворцы и так далее. Juda ko'p narsa bor hozir. Faqat uni направлять qilish kerak. Направлять qilasiz, xudo xolasa bolalar hozir nima aytadi, ustida bitta plastilin bor. Nima вылепишь с него, shunaqa bo'ladi. Поэтому bolalardan bir narsa qilish kerak. Вот. Ota-onalarning mas'uliyati, to'g'rimi? Maktab, ota-onalar, keyin institut, hammasi narsa bo'lib, to'plab, o'ylayapman bu normal bo'ladi. Siz mana ko'pni ko'rgan ziyoli bir otaxon sifatida yoshlarga bitta qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Nima qilish kerak deb? Yoshlargami? Ha, imminni yoshlarga sizdan bitta maslahat, asosiy nima qilish kerak? Yoshlarga yana bir narsa aytay. Вот hozir eski paytga qarab, hozir ko'chada ko'rmaysiz, bitta papiros chiqishmi, boshqa narsami bor, hamma narsa sekin-sekin. Ko'p emas, lekin bor. Вот. Man nima, что бы хотел пожелать? Детьми надо, не забывайте детей, заниматься ими надо. Я вот bir marta aytyapman, куда-то привлекать надо. Вот. Занятия, спорт ли, обязательно толк bo'ladi bu. Если этого не сделать, то ребенка можно так потерять. Поэтому o'z holiga tashlab qo'ymaslik да, вот самое главное, qolsa bu без надзора, kishirasi потом endi juda problema chiqishi mumkin. To'g'ri, to'g'ri. Nastavnikka berish kerak demoqchisiz, shu haqlarda. Nastavnik berish kerak. Keyin вот bizda какой-то вот хорошо hozir Shavkat Miromonovich juda внимание juda ko'p udelat qilyapti hozir o'quvchilarga, учителям и так далее. Даже вот зарплата повысить, льготалар qilish. Nima uchun? Чтобы больше было учителей, чтобы было грамотные учителя. Потому что а то пуль масса рабочая зарплата, когда начинает немножко, люди начинают уходить, конечно, большой juda katta пробел bo'lishi mumkin. Поэтому yordam bersa, льготалар берса, oylik, если зарплата лучше будет, учителя будут нормально, я думаю, все будет нормально. Sergey Aleksandrovich, mana umringizni katta qismini O'zbekistonda o'zingiz aytdingiz, bolaligim hammasi mana shu yerda o'tdi, karyera qildim deb aytyapsiz. Masalan, o'zbek xalqini qaysi xislatini, sifatini, kачествосini siz juda hurmat qilasiz? Bitta narsani aytish bu noto'g'ri bo'ladi. Birinchidan gостеприимство, доброта. Endi aka-uka, bu juda ko'p narsa Rossiyaga, boshqa joyga yetmayapti bu narsada. Bizda bu endi xonanda chiqdi bu narsa. Shuning uchun odamchilik, mahalla, to есть nima aytadi, hozir nima uchun ko'p turistlar kelyapti, hayron bo'lib, qanaqa juda odam. Там же, когда начинают слышать, что вот, shunaqa, когда своим глазом ko'z bilan ko'rib, aytadi, да, bu действительно davlat. Shega kelish mumkin, ko'rish mumkin. Да. Chunki bizning davlat hozir o'sha boshidan aytyapsiz, tinch totuvdi, shu tinchlik indekslarida ham yuqorida turamizda. Bizda juda oldin mana shu turizm masalasi, keyingi yillar turistlar ko'paydi-ku. Yaqinda Buxoroda marafon bo'ldi 1-2 kun oldin. Odamlar kelib borgan jurnalistlar ko'rib, buncha turist qayerdan kelganda hayron bo'lyapti-da. Juda turist ko'p haligi deb Buxoroning ko'chasi to'lib ketibdi. Chunki
odamlar kelyapti. Kelib o'zini siz aytganda ko'zi bilan ko'rdim, bu sama reklamada bu. Reklama bo'lyapti. Keyin bizda oldindan nima bo'lgan? Karta, ha, O'zbekiston qayerda? Afg'onistonning yonida ekan. Men o'zimga aytgan bu narsalarni, chet elga borganimda qayerdan san O'zbekistondan? Qayerda deb bilmaydi ular. Geografiyani yaxshi, geografiya bizga yaxshi o'rgatilgan-ku vaqtda maktabda. Ular bilmaydi. Shu Afg'onistonni oldida deb tanishtirasizda. Sizlarda urush bo'lyapti. Bu endi chegara bo'lib shunaqa ko'rgan. Mana Afg'oniston ham tinch ekan, mana O'zbekiston boshdan bosh tinch, turist ko'payapti aytganingizda, kelib madaniyatimizni ko'rib, bitta bu yerda faqat o'zbeklar yashamaydi, har xil millatlar yashaydi deb nimalar qilyapti-da, masalan. To'g'ri, men yana bir narsa aytyapman, hozir bizda juda katta propaganda turizm bo'yicha hozir ko'rib, допустим, взять hozir futbol. Endi чемпионы попали в чемпионат мира, да? Bu qanaqa bu? Qaysi davlatdan keldi bu? Bu неужели futbol bu davlatda? Bu ham bir haligi aytganingizda targ'ibot bo'ladi hali. To'g'ri, bu ham propaganda ekan bu davlatda. Shuning uchun, может быть, сразу ko'pchilik hayron bo'lib, или, допустим, boksyorlar. Kecha ko'rdingizmi boksda oltin medal? Qozoqlar ham yaxshi ishtirok etdi. Taekwondo, boshqa narsa, shpagalar, sablar, fektovание, hammasi tomonidan hozir nima uchun kelib, значит, shida совсем boshqa gap. Bu ko'rib kelish kerak, bu qanaqa bazalar bu. Hozir olimpiyaskiy dеревня qildilar. Kechirasiz, hayron bo'lib, hozir ko'rib ko'rdingizmi? Borib ko'rdingizmi deyman? Men dacha oldida yashayman oldida. Yashayman. Shuning uchun turistlar albatta keladi. Hozir mana Yagur Bishkekka keldi, samolyotda смотрю, bu tomondan samolyot kelib, hammasi turistlar endi chetdan gaplashib, bu ham pul birinchidan, ikkinchidan bu propaganda. Bo'ladi, hamma narsa joyida, ovqatlarimiz yaxshi. Hozir ana gostinniy ko'chalar ancha bo'ldi. Gastronomichеская. Samarqandda birinchi ochiluvdi. Orzu Mahmudov ko'chasi. Shu oxirgi marta Samarqandga borganimda o'sha yerda ovqatlanishga to'g'ri keldi. Tunda kirib bordim. Yo'q, to'la odam kechasi bir edi, ishonsangiz, odam, yoshlar. Samarqandda hozir haligilar ham ko'p endi chetdan kelib o'qiyotganlar. Hammasi o'sha yerda. Samarqand, Xiva, Buxara, bu endi bu asosiy joylar. Toshkent asosiy. Toshkentga ham juda ko'p turist kelar ekan. Odam bizga bilinmaydi-da endi. Toshkent juda katta shahar bo'lgani uchun shu turistik obyektlar Samarqandda bitta joyda-da, bunday Xivada yo Buxoroda. Toshkentda har xil nuqtada joylashgan uchun bilinmaydi. Hozir yana bitta bo'ldi. Vokzal, poyezdlar, boshqa narsalar, конечно. Ancha ish qilinyapti, turizm nimasida ancha ish qilinyapti. Markazda 30 yillik faoliyatida ancha ishlar qilinganini aytib berdingiz. Masalan, o'zingiz ruscha aytganda istoklarida turibsiz, to'g'rimi? Boshqa. Yana 30 yildan keyin qanday tasavvur qilasiz? Endi harakat qilyapmiz, planlar o'rinbosarlar, yoshlar yetishib kelyaptimi? Bunda yoshlarning ichida degan savol bor. Harakat qilyapmiz hozir. Ko'pchilik hozir nima aytadi? Bitta nima bor bizda kamchilik. Kamchilik emas bu, bu hayotda shunaqa. Bolalar kichkina kelib, hozir bizda специально учебный центр ham ochdik o'zimizda. Специально bu bolalar o'qitib, keyin institutga, O'zbekiston institutiga, Rossiya institutiga harakat qilyapmiz uni kirishga. Lekin sal o'zini yordam berdilar, kirdilar, ertaga sal kattaroq bo'lib, institutga kirib ketdilar. Вот. То есть жизнь постоянно меняется, дети приходят, дети уходят, растут, выходят, и что, да, вот этот процесс постоянно двигается. Вот. Но самое главное сегодня, и вначале мы с вами говорили, молодежь, надо ставку делать на молодежь. Молодежь bo'lishi kerak. Молодежь bo'lsa, потому что biz endi hozir aytaman, 71 ga kirdim. Boshqa hozir u nas правление a'zolar. U ham где-то 40 bor, 50 yoshlar kirdilar bor. Yoshlar bor, lekin hozir oz. Uni ko'paytiramiz. Xudo xolasa, nima uchun? Yangi мысли должны быть новые.
подход должен быть новый. Вот. Undan keyin sal движение bo'lishi mumkin. Вот. Поэтому я думаю, вот эта молодежь birinchidan hozir uni qurish kerak da, чтобы не забывать, uni sal o'zini привлекать qilish kerak o'zimizga ishlarga. Вот. Идеи свои, maqsad, g'oyani nima aytay, o'qiyman degan yoshlarga umuman qandaydir yordam ham bera olasizlarmi sizlar? Faqat haligidan tashqari yo'naltirish degan. Yo'q, конечно, да. Вот 19-chi 18-20 yillarda hozir Rossiyadan keladi spesial 40 ta vuz keladi. MGIMOda bo'ladi образовательная выставка. Да. U institutlar keladi, чтобы реклама qilib свои институты чтобы рекламировать. Вот. Bizda aytdim-ku men, hozir bizda новый убор негосударственное образовательное учреждение стандарт образования o'zimiz markaz ichida где-то 100 dan ko'proq bolalar o'qiyaptilar. Ular harakat qilyapti. Учебное заведение Узбекистана, Российской Федерации, значит, направляем, помогаем поступить. Те, которые поступают в Российскую Федерацию, там много у нас узбеклар, таков. У кишga borib, kelib, и оттуда тоже yordam beradi bizga nima uchun продвижение русской культуры и языка в Узбекистане. Juda тоже nima aytay, katta masala. Sergey aka, birorta qiziq voqea aytib bering, hayotlaringizda bo'layotgan haligilar. Masalan, nimasi bilan farq qiladi? O'rtaroq qo'yib yuboramizmi buni? Nima, masalan, siz borgansiz, Qozog'istonda bor, yon atrofimizda Ozarbayjonda yoki boshqa joyda rus madaniyat markazlari bor-da. Bizdagi nimasi bilan farq qiladi? Maqtana olasizlar. Ularga. Bizdanmi? Hamma joyda bir xilmi? Ben aytyapman, вот, допустим, ikkita Bishkekda aytdim, вот, hozir yana. Ko'proq gapirib bering, mana bu. Вот, допустим, Ukrainadan keldi, meniki vatandosh da rus markazini rahbar bitta Ukrainadan. Kecha avval kuni меня арестовали, забрали, говорит, еле отпустили, говорит. За что? Bilmayman, за что, говорит. Факат juda katta reklama qilmadim. То есть, понимаете, везде сәл o'ziga напряжен narsa. Молдавия hozir olina, bosh Armeniya, Gruziya, juda hozir там juda problema ichida, keyin. Вот. Millatchilik kayfiyati shunaqa narsalar bor. Juda, juda og'ir, juda. Вот. Мне откровенно говоря, сәл o'zini даже жалко стало. Вот. Kirgizini ko'rdim. Ну, Kirgizin sal o'zimizni sal нормально, lekin baribir shunaqa ish как bizda yo'q ularda. Вот. Qilyapti. Ну, o'zini bir narsa qilib, допустим, stakan olib bu joyga qo'ydilar. Vo, juda xato ish qildim men. Вот. Bizga qarab, 500 ta tadbirlar, har xil tadbirlar, konferensiyalar, shunaqa qo'l qovushtirib o'tirganmiz, o'z ishlayapmiz deyapsiz-da. Вот. Shu uchun bizda nima aytay? Вот, ruslarda, qozoqlarda, hammasi millat bo'yicha kim hozir yashaydi O'zbekistonda. Bizda nima aytay? Maqsad bir, g'oya bir. Shu uchun men bu masala bo'yicha bitta ishlayapman. Bor Abdulla Aripov she'ri. Bu mayli. Da. U aytdilar, maqsad bir bo'lmasa, jam bo'lmaganmiz. Jam bo'lsak, boshimiz ham bo'lmaganmiz. Vatan bir, g'oya bir, do'stimiz birodar, dunyoda hech kimdan ham bo'lmaganmiz. Bu nima uchun aytyapman? Juda to'g'ri aytdilar. Maqsad bir bo'lsa, g'oya bir bo'lsa, endi bilasiz-ku, endi bitta ish qilsa, bu yomonmi? Bu shu uchun biz har ham ko'p narsa qilyapmiz. Biz ko'ryapmiz, hozir ancha ishlar prezident o'zimiz qilyapti. Hozir u tomonga borib, bugun Namanganda kecha boshqa joyda edi. Yurib, unga qarab, endi biz ham harakat qilyapmiz, unga o'xshab bir narsa qilish.
O'zaki Da, ko'chalarga. tем более hozir deyapmizmiz, yangi O'zbekiston bo'lishi kerak, yangi Toshkent bo'lishi kerak. Xudo xohlasa bo'ladi ular. Yangi Toshkent, yangi O'zbekiston, ozgina vaqt kerak. Oqsoqollar deyaptilar, jo'na O'zbekistonga hech qachon qo'shiq tegmasin da. Вот самое главное bu da. Hech kim meshat qilmasin. Вот. Nima uchun chetdan bilasizku, har xil hozir pullar, boshqa narsa harakat qilyapti, lej бы nima aytyapti ruslarda bitta bor это so'zlar раскачать лодку. Вот endi lej бы этого не было. Tinch bo'lsin, do'stlik bo'lsin, hammasi yaxshi bo'ladi. Taklifimizga rad javob bermay kelib haligi anchadan beri planlashtiryapti. Aytdingiz, o'rtada sizda xizmat safarlari bo'ldi qo'shni davlatlarga. Borib yana qanaqadir nimalarda qatnashib keldingiz, tadbirlarda. Men vaqt ajratib topib kelib haligi qilganingiz uchun rahmat. Sizga rahmat. Sizga Xudo rahmat. xolasa muxlislarimizga ma'qul bo'ladi deb umid qilaman. Bemalol o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Bizga like bosing, do'stlaringizga ulashing, ko'proq odam ko'rishi uchun podkastimizni va eng asosiysi keyingi podkastlarimizda qanday mehmonlar bo'lishi haqida o'z talablaringizni ham yozib qoldiringlar. Biz har bitta kommentlaringizni o'qiymiz. Sergey Aleksandrov, sizga juda katta rahmat kelganingiz uchun. Sizlar bilan keyingi podkastlarda ko'rishguncha xayrli.